Assalomu alaykum hurmatli hamkor mijozlar va biz YouTube tarmog'ida kuzatib boradigan hurmatli obunachilarimiz. Biz bugun Andijon viloyati Asaka shahridamiz, Navro'z mafiyada. Bu yerga akamizni xonadonlariga jami hisobda 4 dona eshik, 3 dona kichikroq va 1 dona Ford shkafga berganmiz. Xo'sh, bir qator arzonlarni ko'rsatib beramiz. Birinchisi, vitrajli eshigimiz 2 metrga, balandligi 240. O'rtaga 120 lik qanotli eshik joylashtirib berganmiz. Aynalari 2 qavat oq qora greyda bo'lgan, ko'rishingiz mumkin. Eshik qanotlarini balkon qanotda Graf firmasidan foydalanganmiz. Ruchka zamoylari ham Graf firmasidan. Juda ham ishonchli, juda ham chotki firma. Ochilib yopishlarni ko'ryapsizlar. Xo'sh, profillarimiz alyumin doks bir red pen profilidan bo'lgan. Ichkaridagi ikkita bir xil eshigimiz bor. 75 ga, balandligi 2 metr. Xo'sh, taglarini arka-fon, alyumin arka-fonda qilib berganmiz. Aynalari 2 qavat. Bu xonamizniki bir qavati gulli, bir qavati qora qilib berganmiz. Bu xonamizniki esa bir qavat oq, bir qavat qora. Ochilib yopilishlariga bitta baho berib qo'yasizlar. Vahshiy ham shovqinsiz, o'tda ham 5 shumli bo'ladi. Bu yerda 2 dona kichkina romimiz bor. Xo'sh, razmerlari 1 metrga, balandligi 75, qariqlik patagoniya qo'yib berganmiz. Aynalari 2 qavat oq qora holatda bo'lgan. Har bitta romchamizni bittadan ochiladigan bor. Bu xonamizda kichkinagina bitta romchamiz bor. 60 ga, balandligi 80. Xo'sh, bu romimiz ham razmeri bir xil. 1 metrga, balandligi 75 va so'nggi eshigimiz 85 ga, balandligi 2 metr. Ichkariga o'ng tomonga ochilgan. Xo'sh, aynalari 2 qavat, buni ham Graf firmasidan ruchka zamoylari. Ochilib yopilishlariga bitta baho berasizlar. Ofis summasi akamizga kelib o'rnashi 12 million 800 ming so'mga tushdi. Olib kelib o'rnatilishi hamma xizmati shu narxning ichida bo'ldi. Xudo xolisa akamizga 10 kun muddat aytgandik. Muddatidan oldin keldi adashmasam? Ha? Bir haftada keldimi? Xudo xolisa bu zakasimizni ham muddatdan oldin tugatib ishlarni topshiryapmiz. Agar kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, quyidagi raqamlarga bemalol aloqaga chiqishlari mumkin. Qo'ldan kelgancha xizmatlar qilib beramiz. Qubbok Fadan uzoqlashmang. Qubbok Fadoiy mas'ullari bilan joninglar sog' bo'lsin, salomat bo'linglar.